Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Void loyihasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Void loyihasi Notcoin yaratuvchilar tomonidan yaratilgan. Bu loyihaga siz qatnashib, ya'ni ishtirok etib, siz notcoin'lar olishingiz mumkin. Ya'ni Notcoin yaratuvchilari bu loyihaga qatnashganlarga not tangalarini tarqatish rejalashtirishgan. Mana loyihasi havolasini linkka va kanaldagi opisiyada qoldiramiz. Mana hozir loyihaga kirganimizdan so'ng xuddi shunaqa oyna chiqadi. Va bu yerda o'rtada mana bu loyihaga xohlasangiz telefon og'zida kompyuterdan qiklashib o'ynashingiz mumkin. Mana loyihaga qatnashish, mana o'ynash oson. Bu yerda boshqa funksiyalari bor. Mana bu yerda mana shu dualoqlarni yig'ib chiqib kattaladi, kattarib ketadi. Keyin boshqa ishtirokchilar ham bu yerda chiqadi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni agar sizdan kattalari mana bu yerda hozir sizni ya'ni yeb qo'yishi mumkin. Yutqazgan hisoblanasiz. Xohlasangiz siz o'zingizdan kichkinalarni ovlab shu ularni yutishingiz mumkin. Ya'ni ularni yeganingizdan so'ng ulardagi ochko sizga o'tib keladi. Va siz bu yerda ishtirok etib qancha vaqt davomida ko'p qolganingiz va qancha protiv taraflarni, ya'ni dushmanlarni qanchalik ko'p siz mag'lub etganingiz hisobga olinadi. Sizga beriladigan XP'larga. Ya'ni o'yiningizga. Mana bu yerda biz hozir игра закончена va снова игра бесплатно. Играть снова бесплатно. Xuddi shu tartibda o'yin davom etaveradi. Va qanchalik ko'p XP'lar oshib, qanchalik levelingiz ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p sizga Notcoin taganlar tarqatiladi.